Annyeonghaseyo yaragun. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz Hangul. Koreys tili alifbosi. Koreys tili alifbosini qirol Sejong yaratgan. Unda 40 ta harf bor. Ulardan 21 tasi undosh, 19 tasi unli. Harflarga to'xtaladigan bo'lsak, bugun 10 ta unlini o'rganib chiqamiz. Birinchi unli harfimiz A harfi. A harfini hosil qilishimiz uchun to'g'riga chiziq chizamiz va yon tomondan bitta chiziqni bersak, bu A harfi bo'ladi. Keyingi harfimiz bizda Y harfi. Bu A harfiga juda o'xshash, faqat chiziqcha farq qiladi. To'g'riga chiziq chizamiz, yon tomonga ikkita chiziq chizamiz. Bu Y harfi. Albatta, konspekt qilib olishingiz mumkin. Keyingisi bizda O harfi. O harfini yaratishimiz uchun pastga chiziqcha chizamiz va yuqoriga bitta chiziqcha chizsak, O harfi hosil bo'ladi. Keyingi harf bizda Yo harfi. O harfiga yana bitta chiziqcha bersak, Yo harfi bo'ladi. Mana. Keyingi harf bizda U harfi. Bizning o'zbek tilidagi T harfimizga o'xshaydi, lekin uning ozroq kattaroq varianti. Keyingisi U harfi. Yuqoriga chiziqcha, pastga ikkita chiziqcha chizamiz. U harfi. Keyingi harflar bizda I harfi. Sahifaga o'tishda muammo bo'ldi. Uzr. I harfini ruschada yozdim. Chunki o'zbek tilida bunaqa talaffuz qilinadigan harf yo'q. Shunchaki bu yotiq. Yotgan odam bor-ku, shunga o'xshaydi. Tekis pastga chiziqcha chizib qo'yamiz, bo'ldi. Keyingisi bizda I harfi. O'zbek tilidagi I ga o'xshaydi. Talaffuzi ham, yozilishi ham. Koreys tilida unli harflar ikki xil turga bo'linadi. Tik unlilar, yotiq unlilar. Tik unlilar A, Ya, O, Yo, I. Yotiq unlilar U, Yu, O, Yu, I. Sizga bugungi mavzudagi uyga vazifam bu o'tgan harflarimizni konspekt qilib 5 qatordan yozishingiz shart va bularni yodlashingiz ham. Bugungi mavzuyimiz sizga biroz qiyinchilik tug'dirdi, bilaman, chunki koreys tiliga birinchi marta kirib kelishingiz, lekin siz qisqa vaqt ichida